Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana yaqinda Xonobod shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston xalq artisti Soyibxo'jayev xotirasiga bag'ishlangan askiyachi va qiziqchilar ko'rik tanlovida mana qatnashdinglar. Hamda faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdinglar. Bu yutuq bilan hammalarni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Keyingi safargi tanlovlarda birinchi o'rinlarni, oliy o'rinlarni olishni nasib qilsin, tilab qolamiz. Mana askiya san'ati to'g'risida sizlar bilan oldingi darslarda gaplashganmiz. Bunda askiyani yo'nalishlari payrov deyiladi, o'rgatdik uni. Payrovda har xil yo'nalishlar bo'ladi. Masalan, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, bilganlar, bilmaganlar, o'xshatdim, hafsana va shunga o'xshagan bo'lasizmi? Shunga o'xshagan yo'nalishlar bo'ladi. Ashi bitta yo'nalishga tushishadi. Masalan, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz yo'nalishga tushadigan bo'lsa, bitta mavzu olinadi. Masalan, maktab mavzusi bo'ladigan bo'lsa, maktab mavzusi ketadi. Masalan, Firdavsbek, labbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz? Desam, aytganingizman deysan. Aytganingizman desa, maktabga uxlab qolib, maktabga kech qolib ketib, shashilganda akangiz paypog'ini kiyib kelganmisiz? Shunaqa ketadi. Chunki shu bilan maktab yo'nalishiga to'g'ri bo'lmasa boshqa yo'nalishda. O'tgan safar kasb hunar payrovini o'rganganmiz. Hozir shuni yana bir marta ko'rib olamizda, keyin yana yangi payrovga o'tamiz. Qani, chiqinglar. Sahna madaniyatini o'rgatganmiz, sahnada turish madaniyatlari. Chiroyli bo'lib, qani boshladik. Qani Soyibxo'ja, Abdullahi Maqsum, Hasanboy Sulton yo'q. Bugun davrada shogirdlar askiya qilishar maqsum. Kulgu yig'lar bugun ular qabrida. Askiya bayroqlar qoldi tasvirda. O'chmas siymo ular xalqning qalbida. Yetdikmi tiriklik chog'i qadriga. Kulgu yig'lar bugun ular qalbida. Payrovga o'tamiz. Voy do'stim Abdulaziz. Ha, labbay do'stim. Xorazmni markazdan son-soni ochganingiz rostmi? Ha, albatta rost do'stim. Meni og'aynilarim iltimos qilishyapti. Nimada do'stim? Tushlikka Abdulaziz son-sosiga borib deyishyapti. Muhomadali, o'zingizam juda ajoyib ekansiz. Nimaga endi? Somsaxonaga kelib mendan mantiq so'rayapsiz. Shunday ishni somsalar turganda mantiq hayda. Voy do'stim Muhomadali. Ha, labbay do'stim. Yigit kishiga 40 hunar havozda Navoiyga ham shogird tushganmisiz? Ha, albatta shogird tushganman. Mazali shirmoylarni yapyapsizmi? Yo hali tandiringizni qizdirib o'tiribsizmi? Hali tandirga aytilganim yo'q. Lekin zuvolaga ancha qo'lim kelib qoldi. Shundaymi? Ha, shunday. Tezlikda yasab ko'rsataman. Asha oxirgi gapga urg'u berib baqishga o'tgan. Ha, keyin kim? Hoy do'stim Firdavs, labbay do'stim Zikrullo. Sizni sevmay bo'lib ketgan, hozir chorvachiliklar shug'ullanayapti deyishgandi. Ha, albatta. Chorvangizga borsam, ishchilaringiz kuldirvordi. Ya nimada? Xo'p, ana Firdavs, bitta tasma qilib o'tiribdi-da. Tez aytib qo'yapsan. Tez aytib qo'yapsan. Ha. Voy do'stim Zikrullo. Labbay do'stim. Bizda burdoqlarga novvosda sotiladi, boqiladi. Xalqimizga arzon narxda go'sht yetkazib beraylik deb bir qo'stovxona ochib qo'ygandik. Rahmat do'stim. Lekin sizga go'sht sotmayman. Nimaga endi? Ha, shu yarim kilo go'sht yanglab turib olasiz. Jon do'stim, sondan tortib. Qara, sen askiya qilyapsan-da, yo she'r aytmayapsan, yo hikoya aytmayapsan-da. Do'stim Firdavsbek. Siz fermer bo'lib ketgan hozir chorvachilik bilan shug'ullanyapti, eshitamiz. To'g'rimi? Desa to'g'ri. O'shaning uchun qachon chaqirib borsam, burchakda suzma qilib o'tirgan bo'lsa ekanda. Ashari urg'u berish kerak. Yaxshi, hozir o'tiringlarda yangi payrovni o'rganamiz endi.
Mana yigitlar o'tgan safargi darsimizda kasb hunar payrovini o'rganganmiz, to'g'rimi? Mana shu kasb hunar payrovini ijro qilib, ko'rik tanlovda faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdinglar. Endi bugun o'zbek xalq og'zaki ijodidan nimalar ko'p? Maqollar ko'p. O'zbek xalq maqollari ko'p. To'g'rimi? Mana shu maqollar to'g'risida bitta yangi payrov tayyorlaymiz. Hamma tayyormi? Qani boshladik bo'lmasa.